Ben herkesmi advokat bulanmagıdakman dep ketdim. Torda hozir advokatlar intayin ko'payib ketdi. Zopin orqali, jubu orqali sizlarga qonuniy masalalardan maslahat beryapti, yo'l ko'rsatyapti. Unda bo'lsa, bular mush ish orqali qanday ta'sirlarni akyapti deganda oldi bilan ijobiy, denzan qildak yaxshi ta'sirlarni keldik. Bu orqali bizning qonun bilimlarimiz, qonun tushunchamiz o'syapti. Chunki nurg'unlarimizning nazarida qonunga xilof qilish degan odam o'ldirish, o't qo'yish, bosqinchilik qilish, qimar o'ynash, arg'ichib mashina haydash qatorliq ishlarlar qonunga chetildi. Shunami? Biz bunda qiliq adliya qonuni, emgak qonuni, ma'muriy qonun, haq talab qonuni qatorliqlarning ismini yanchimch anglagan 5imiz kelmagachga uning ichida nima bilmaymiz. Endi mosh bir qism advokatlarimizning to'g'rida maslahat berish orqali nurg'un narsalarni anglab bilib oldik. Bunun ikki cho'ng foydasi bor. Birinchidan, shu orqali o'zimizning qonun eng yuqori ko'tarilib, qonunga xilof qilmaydigan, qonun rioya qiladigan bo'lamiz. Maoshni qilsam qonun xilof kejimo, qonunni qilsay deymiz. Ikkinchi bir nuqtadan shu qonun bilimlari orqali o'zimizning qonuniy huquq manfaatini qo'g'dashni o'rganib oldik. Mandaq qilsam, mandaq bo'zigacha, men mandaq yo'l bilan mansam buldiga degan tushunami? Bu tarafdan ularga qo'shsam birimiz. Rahmat. Endi mush advokatlarning psixikasi shu darajada yaxshiki, rayonimizga eng dongdor psixik maslahatchilardan qaltisga bo'lchi. Bularning qo'sh maslahat bergan narsani anglab hayron qilma. Heliqin mumussizlarcha, sharmansizlarcha maslahat so'raydiganlar va barcha kuna uzamda turib, qop ketirib, nagvaray deb o'g'ilvali bilan o'g'ilvalining o'rtasidagi jinsiy parakandichilik. Oshni o'ynab, oshni ipaga o'yin tortib olsa, qonunda arz qilib, men yerimni olsam bulamdi deb. Kishi tiqmani degan adam. Yana mushunda bo'ldilar bularning bu mazgaplarni demay. Endi mushundaq bir butun guna o'zi turib, sharmandachilik o'zi turib, yana mush advokatlardan maslahat so'rsa, bular kulib turib, shu darajada maslahat beralarki, mangdaydigan bo'lsa, men dizini og'ziga tiqib hakikaten bu taraf sizler kol koydum. Endi bu advokatlar kanun icraçıları boğallığı üçün her qandaq bir meseleni kanunu asas qilib, kanunni chiqish nuqtasi qilib fikr yurgizdi. To'g'ri bu. Chunki bu bularning kasbi shunday qilish kerak. Lekin bular shu qonuniy maslahat berganning orqasidan yana axloqiy tarbiyani, axloqni unutib qolmaslik kerakmi? Qandaq deb o'ylab qoldim. Chunki bu advokat bo'lganlarning hammasi jamiyatdagi eng oliy ziyolilar qatlamiga kirdi. Bir sinfda 50 o'quvchi bo'lsa, bu sinfda 3 yaxshi o'qigan oldingi 5 o'quvchidan 3 doktor bo'ladi, 3 advokat bo'ladi. Shunami? Endi bu advokat bo'lgan, bu qonunni qilgan oliy maktablarga o'tmakni noytas. O'tgandan keyin buni putlamakmi? Tez o advokatlikka hech qisam so'nmaydi. Har xil imtihonlar va bularning o'ynab yurib putdagil olmaydi buni. Endi buni ming japada putdagandan keyin bu kasbni qilmoq texnik taschu. Bilmayman, ancha-muncha bular bilan ko'rishib baqqan. Bularga jabar qilish degan normal ish. 8 saat ishlab bo'lib uyga berib, yana shu kompyuterni bizi-birlarni aktiv to'xtatmay bir narsa ko'rdim. Mondo qilin kitobning A5dan kirib, Ma5dan chiqimiz bo'lmaydi. Davlat servis eng yuqori holatda turimiz bo'lmaydi. Kompyuter servis talab qiladi. Shuning uchun jamiyatimizning o'shundaq eng oldingi qatorda turgan bu ziyolilarimiz qonuniy maslahat berish orqasida axloqiy tarbiyani menimcha hergiz tushirib qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Bularga yarashmaydi unda qilsa. Bularning fazilatiga dog' tegib qoladi. Dunyo komediya shoyi Jim Carrey'ninki Lopchi degan bir kinosi bor. Dahua Wang deb maxsus advokat bo'lib chiqadigan. Bu maxsus yolg'on gap qildigan bir advokat butun kinosida. Bu yolg'on gap qilib shu darajada bu qonun chiqish nuqtasi qilib jinoyatga jon basa oladiki, haliq bir hikoyasi qarsanglar bu bir o'g'ri birisining uyiga darizadan o'g'irlik tushdi. Tushgan vaqtingizda oshxonangizda yag tushib ketgan qing'roqqa dasvelib, putiga kirk deb sakrab tushgan. Puti meyit bo'lib qag'iltas qoldi. Shuning bilan bu arz qilib, mush Lopchini tepib, shuning bilan suddan o'zib to'lam oldi. Qaranglar, men o'g'ri o'z o'g'irlik kirib, haqni pichoqqa dasvaganlik tufaylidan yana to'lam olalayotdi. Mush advokat tufaylidan. Endi bu yana o'zining turmushiga singib ketganligi uchun bu yolg'onchilik o'zining balasi ayolini doim aldaydi. Shuning bilan bu yerda balasi bu dadisini bir kun yolg'onchilik qilmishga deb tug'ilgan kunda tilak tilaydi. Shuning bilan buning tiligi amalga oshib qilib, bu bir kun yolg'on gap qilolmaydi. Nurg'un ishlarni qilib baqdi, qat'iy yolg'on gap qilolmaydi. Bu deylo muhim deylo. Bu
rastga qilib qalbi qilolmay shuning bilan bu diloda uturvatay deganga oz qolgan vaqtning o'zida bu rastga qilib ham bu diloda utib oldi. Shuning bilan bu dilo oyoqlashgandan keyin bu heliqi yuzi uturvatgan heliqi dadining amaliyotda ballarga noit kuyindiganligi, ma ayolning faqat pulni tunuydiganligini bilib qattiq bir o'yinish uchraydi. Bu ikki cho'ng haqiqatni his qildi. Birinchidan rastga bu diloda utqul buldiganligini biladi. Ikkinchidan qonunla asos qo'yilmay ma axloq vicdan ma'lum qilsam bo'lmaydi-ki. Yeni ma ayolga bo'lishib tutmagan bilan bu qattiq vicdan azobi tatidi. Endi bu shundaq bir kino nurg'unlar balkim ko'rib bo'lgan bo'lishi mumkin. Men bugun mashtemni tayyorlash jarayonida bu kinoni qayta bir qatim tushungandek his qildim. Sizlarchi deganlarim to'g'rimi? O'sha xalqimizga qonundan maslahat turayotgan, qonuniy tushunchalarni to'xtamay birayotgan, mana shu advokatlarning teninglar salomat bo'lsin, ishlaringlar utuqliq bo'lsin. Rahmat.